Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muslimalar. Xayrli kech hammalaringga. Eslaringda bo'lsa, kitob sovg'usini sizlarga obzor qilib bergandim. Bugun esa ikkinchi qismi, ya'ni Qur'on kitoblarimni obzorini qilib beraman. Birinchi bo'lib mana shu bitta Qur'on kitobidan boshlaymiz. Buni qaranglar qanaqa chiroyli. Buni tanishimiz Umraga borishganida Dubaydan olib kelib berishgan. Shunaqangi kichkina ixcham, buni bemalol o'zlaring bilan olib yurslaring bo'ladi. Qaranglar ko'rinishini qanaqangi chiroyli. Hop, endi keyingi ikkinchi Qur'on kitobim esa mana shunaqangi judayam chiroyli bo'lgan. Zolotistый rangda, ya'ni tilloringni qaranglar qanaqangi chiroyli. Buni menga opam Hayitga hadya qilganlar. Ko'rsaring bo'ladi, judayam chiroyli. Navbatdagi uchinchi Qur'on kitobimiz esa mana shunaqangi qora rangda. Ko'rsaring bo'ladi. Buni menga xo'jayinim shunchaki hadya qilganlar. Bular hammasi tajvidli Qur'on. Navbatdagi Qur'on kitobim esa mana shunaqangi pushti rangda ko'rsaring bo'ladi. Buni menga bu meni birinchi Qur'on kitobim desam ham bo'ladi. Bu Qur'on kitobda menga dadajonim tug'ilgan kunimga Hindistondan zakaz qilib olib keltirganlar. Judayam chiroyli va buni o'zini shtatulkasi bor, ya'ni tilloring sandiqchada kelgan. Judayam bejirim birinchi Qur'on kitobim shu bo'lgan. Shunaqangi xursand bo'lganman dadajonim hadya qilishganda buni. Navbatdagi Qur'on kitob esa o'zimga o'zim hadya qilgan Madina mushaf Qur'on kitob. Ko'rsaring bo'ladi. Bunaqa Qur'on kitob ko'pchilikda bo'lsa kerak. Bu Madina mushaf Qur'on kitob. Buni men o'zimga o'zim hadya qilganman. Bu ikkinchi tajvidsiz Qur'onim esa mana shunaqangi oppoq ko'rinishda ko'rsalang bo'ladi. Juda ham chiroyli bu ham. Buni menga bir maktabdagi yaqin bir dugonam Misrdan olib kelib berishgan. Bu ham tajvidsiz, juda ham chiroyli olib kelib berganda shunaqangi xursand bo'lganman. Bu Misrdan esdalik desa ham bo'laveradi. Navbatdagi eng oxirgi Qur'on kitobim, ya'ni boshqa Qur'on kitoblarga nisbatan bu katta Qur'on kitob. Bu ham menimcha ko'pchilikning uyida bo'lsa kerak. Mana shunaqangi katta bo'lgan Qur'on kitob ko'rsalang bo'ladi. Bilasizlar, buni ma'nosi hamda arab tilida yozilgan. Menimcha ko'pchilikga tanish bu Qur'on kitob. Xullas, mana shunaqa qilib 7 ta Qur'on kitobim bor. Bugungi Qur'on kitob obzorlarim o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lib qo'yishni eslaringdan chiqarmanglar. Agar sizlarga ro'molim yoqqan bo'lsa, buni o'zim onlayn magazindan xarid qilsalaring bo'ladi. Hadija ro'mollar magazini o'zimni shaxsiy onlayn brendim mavjud. Bemalol o'tib, o'zingizga yoqqan ro'mollarni xarid qilsalaring bo'ladi. Hammalaringga yaxshi ko'raman. Hammalaring Allohga omonatsizlar. Sog' bo'linglar.